ayol bosh bo'lgan oilada farzandlarda dezorientatsiya degan narsa bor-da. O'g'il bola o'zini erkakligini his qilmay qo'yadi, tez-tez jahldor bo'lib qolishi mumkin, asabiy bo'lib qolishi mumkin. O'zinikini oilada o'zi ko'rmagan, o'sha narsani o'rganmagan, lekin uyda o'zini oilasini tatbiq qilishga harakat qiladi va shuning natijasida o'zini ayoliga keyinchalik katta bo'lgandan keyin do'q-po'pisa qilib kuch ishlatish yo'li bilan o'zinikini o'tkazaman deydi. O'xshab qolishdan qo'rqadi otasiga. Bolaligidan ko'rgan, onasi har doim hukmronlik qilgan adasiga, shu narsa bolaga yoqmay katta bo'ladi. Qizlarda bo'lsa, ularda ham boshqa fikr paydo bo'ladi. Qizlar ham har doim o'zini oilasida hukmronlikka intilishni boshlashi mumkin. Agar onasini hukmronligi yoqqan bo'lsa, ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi. Yoki juda asabiy bo'ladi va himoyaga bo'lgan ehtiyoji oshib ketadi qiz bolada. Ota himoyachi sifatida namoyish bo'la olmaydi, ko'rsata olmaydi o'zini, chunki ona betda hamma narsada hukmronlik qilgan, boshqargan, shuning uchun otani roli bo'lmagan. Ota juda bo'sh inson. Shuni hisobiga bunaqa qizlar katta bo'lgandan keyin himoyachini qidiradi, o'zidan kuchli erkakni qidiradi. Qarama-qarshida XX bo'ladi. O'g'il bola otasiga o'xshamaslikni harakat qiladi, qiz bola onasiga o'xshamaslikni harakat qiladi. Bu oilada har doim noto'g'ri bo'layotganligini bolalar his qilib katta bo'ladi. Vaziyat noto'g'riligini his qilib katta bo'ladi. Chunki o'zi tabiatan ayollar va qizlar har doim erkak kishiga hukmronlikni berishga intilib yashaydi. O'zi tegi bir pog'ona past yurishga harakat, bu tabiat shunaqa yaratgan ayollarni. Lekin bir xil erkaklar juda bo'sh bo'ladi, beqaror bo'ladi, o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'ladi. Shuni hisobiga ayollar olishga majbur bo'ladi egarni. Natijada shunaqa muammolar kelib chiqadi oilada.